Bugun anchadan beri niyat qilib qo'ygan bitta orzuchani amalga oshirmoqchiman. Hozir o'sha tarafga qarab ketyapmiz. Demak, biz ustimizni almashtirib oldik. Eskiroq kiyim kiyib. Yangam fartuk berdi. Fartuk taqishim kerak. Va ro'mol o'raymiz. Bu yangam ro'moli. Yangamday ko'rinishim kerak. Oyog'imizga esa mana bunaqa mokkicha kiyarkanmiz. Mokki deb ataladi. Bitta lola qoldi. Biz sigir sog'ishga ketyapmiz. Yangam sigirlarni mana shunaqa ushlab bog'lab berdi. Bizning vazifamiz esa buzoqlarni ushlash va ularni onalariga olib borish edi. Buzoqlar ham juda ham sho'x ekan, qochib ketaverdi. Ularni bog'lash ham qiyin bo'ldi. Mana bu yerda buzoqlarni onasi bilan emizdiryapmiz va menga ham buzoq tutqazishda birinchi marta ushlab turibman. Va shundan so'ng yangam menga qanaqa qilib sog'ish kerakligini o'rgatdi va men mentalniy bu jarayonga tayyorlanyapman. Chelakka suv olib yaxshilab yuvib oldik, qo'llarimizni yuvib va menga yangam ko'rsatdi qanaqa qilib ushlash kerakligini, qanaqa qilib sog'ish kerakligini. Bu hayotimdagi birinchi marta bo'lgani uchun juda ham boshqacha bo'ldi. Issiqqina va yumshoqqina ekan. Mana shunaqa qilib sog'dim. Qanday uddaladim bilmayman. Jarayonda ko'rishingiz mumkin. Mani muxlisim sigir sog'ib kelyapti. Mana bitta sigirdan shuncha sut chiqdi.